Yana bitta kichkina orzuyim amalga oshdi. Men o'zimga Kino brendidan oyoq massajyor xarid qildim. Raspakovkasini birgalikda qilamiz. Shu desanglar qizlarjonlar, oxirgi vaqt oyoqlarim rosa ham qattiq og'rishi boshladi. Bu og'riqlardan kechasi uyqu ham yo'q edi. Voy qizlarjonlar, bu massajyordan keyin kechalari shunaqa tiniqib uxlashni boshladim. Jonni rohat ekan, ertaroq ovormabman deb afsuslanib ham qoldim. Xuddi o'zimga mashina sovg'a qilganda xursand bo'lib ketganimni qaranglar. Ichidan o'zini zaraychiklari shunaqa kitobchasi ham chiqdi. Shu kitobiga qarab qanaqa ishlatishni o'rgan bo'lsanglar bo'ladi. Oyoqlarni 3 xil massaj qiladigan rejimi bor ekan. Bu apparatning eng zo'r tarafini aytdingmi? Oyoqni isitib beradigan funksiyasi ham bor ekan. Qo'yilmisizlar. Mana oyog'im har doim muzday yuradi. Shu muzlagan paytda isitib olishga juda ham zo'r apparat ekan. Oyoq massaji butun organizmimizning sog'lig'i ekanligini bilasizmi? Chunki oyoqlarimizda 7000 dan ortiq asab nuqtalari mavjud. Bosh og'rig'i, oshqozon og'rig'i, yurak og'rig'i va shunga o'xshash kasalliklarni bitta oyoq massaji yordamida tuzatishingiz mumkin. 15 daqiqa ichida barcha charchog'ingizni chiqazarkansiz. Qizlarjonlar, bu apparat menga juda ham yoqdi. O'ylamasdan ovoradigan narsa. Yana eng zo'r tarafi 12 ta viloyatga tekinga dastavka xizmati bor ekan. Mana shu telefon nomerlarga bemalol telefon qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Shu massajyordan ota-onanglarga olib bersanglar, naqd dovoni tagida qolasizlar.